nisbatan naqd pul mablag'larini qabul qilishdan bosh tortishda ifodalangan xatti-harakatni noqonuniy deb topish, naqd pul mablag'larini qabul qilish majburiyatini yuklash va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi qanoatlantirish rad qilinsin. Da'vogar Kusherbayev Rasul Qidiraliyevichdan davlat foydasiga 824 ming so'm davlat boji undirilsin. Hal qiluv qarori ustidan qaror chiqargan kundan e'tiboran 1 oy ichida apellyatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqi, shuningdek hal qiluv qaroriga nisbatan 6 oy muddat ichida kassatsiya tartibida shikoyat keltirish huquqi yoki bo'lmasam taraflarning murojaatiga asosan prokuror tomonidan protest keltirilish huquqi tushuntirilsin. Hurmatli da'vogar, ushbu hal qiluv qarori bo'yicha tushuntirish berib o'taman. Ayni damda sizning da'vo talablaringizdagi javobgarga nisbatan naqd pul mablag'larini so'mni qabul qilishdan bosh tortganligini noqonuniy deb topishni so'raganingiz bo'yicha ma'lumki qonunchiligimizda belgilangan so'm bu milliy pul birligimiz. So'm bilan uni to'lov tartibi, pul birlik bilan uni to'lash tartibi va usuli bu ikki xil tushuncha ekanligini. Bunda sizdan o'sha naqdsiz ko'rinishda talab qilinishi bu qonunchilikda belgilanganligi va mosligi. Hozirda naqd va naqdsiz pul to'lov shakllari tegishli qonun bilan tartibga solinganligini, to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risidagi qonunchilikning 20-moddasida naqdsiz pul shaklida qabul qilish va naqdsiz pul shaklida to'lovlar hisob-kitob qilishlarni rivojlantirish belgilanganligini e'tiborga olib, sud da'vo talablaringizni asossiz deb hisobladi va uni rad qildi. Hal qiluv qarorini tegishli muddat ichida qabul qilasiz. Unga shikoyat keltirish huquqiga ega kim norozi bo'lsa